tadbirlarimizni davom ettiramiz. Sahnaga qo'qonlik xushovoz xonanda o'zini mualliflik qo'shiqlari bilan juda ko'p muxlislariga ega bo'lgan san'atkor shu nega sendan kechib bo'lmaydi sinfdosh qo'shiqlari bilan xalqimizni ko'nglidan joy olishgan. Biz iltimos qilamiz, mana shu o'zlarini muallifligidagi qo'shiqlarni hozir kuylab berishsa, hamshaharlarimiz, mahalladoshlarimiz juda ham xursand bo'lishsa. Sahnaga sizlarni guldiroz qarsaklaringiz ostida Husanjon Mamayusufni taklif etamiz. Marhamat. Husanjon aka, rahmat. Husanjon Mamayusufov. Telefonlarda spichkalarni yoqamiz agar mumkin bo'lsa. Kayfiyatlarni ko'taramiz. Mustaqillik tadbirlari Qo'qon shahrida. Qalandarxona, Yalang'ochata, Yangi Chorsuv mahallalari va bog'imizga tashrif buyurgan hamshaharlarimiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Xayrli oqshom barchangizga. Undan kessam jonim